Tola, qizlar, o'smirlar. Siz Abduqodir Husanov oldiga kelyapsizmi? Yoki boshqa futbolchini oldiga ham iltimos futbolda F harfiga ozgina tayyorlanib keling. Husanov kim? U Angliyaga borib qolgani uchun emas. Yulduz bo'lib qolgani uchun, PR uchun o'zingizni internet nashringizga yo biror joyingizga bir ko'p like olib keladigan narsa uchun emas. Abduqodir oldiga borganingizda men nima savol beraman degan narsa bilan boring. Bugun qoning to'qmi, nima ovqat yeding, ishtahang qanaqa degan savol emas. Vatanga kelib nimani his qilyapsiz degan savol emas. Futbolchi savollar beringlar toki Abduqodir qochib ketmasin sizlardan. Bir normal savol beringlar. Bo'lmasa bu sohani tashlaylar qizlarjonlar, xo'pmi? Futbolda va yashil maydonda nima bor sizlarga? Shu Abduqodir kelmaganda kirmasdinglar shu, ertaga kirmaysizlar ham-da. Bo'ldi, sizlarga kerak emas u futbol. Sizlar Husanov uchun keldinglar. Husanov uchun kelayotgan bo'lsanglar, eshigini tegdi kutib olinglar hovlisiga borib. Unaqa futbol jurnalistikasini matbuot anjumanlarida uyaltirmanglar. Men ispanskiy stid bo'ldi sizlarning o'rninglarga borib, men uyalib ketdim. Ozgina futbolni o'rganib kelinglar, o'sha akalardan, dodanglardan, internetdan ozgina o'rganib kelinglar. Shu sizlarga maslahatim, baraka topinglar. Borganinglarni o'zi yaxshi, qurshab oldinglar, bir odamning ko'zi quvnadi, lekin ozgina saviyaga e'tibor bersak, hammasi